Xo'sh, mana shu kelib qoldim va barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek yana bir o'sha Orven va do'stlar, sizlar qayerdan kelyapsiz Orven desizlar, men ya'ni narigi qishloqqa borib keldim, ya'ni 13-qishloqqa borib keldim do'stlar. Xo'sh, endi sekin men uyimga keldim do'stlar, nima qilishni bilmayman hozirda. Bilmadim, no, hozir men uxlashib tushunmadim do'stlar, nima bu? What the fuck? What the? Yo do'stlar, nima bu? Tushunmadim. Nima qaranglar. Qanday o'tiraman bo'lmasam bu yerda? Voy, karavotdimisiz? Bunday qilib o'tiraman. Men uyim unaqa emas-ku do'stlar, o'tgan videoroliklarni ham ko'rsalar, uyim unaqa emas-ku. Nima bunaqa bo'lib qoldi? Buni bilish kerak do'stlar, buni bilish kerak. Xo'sh. To'xtanglar, tepadan ko'ramiz do'stlar. Albatta sizlar kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'yinglar. Xo'sh, demak do'stlar, bu nima bu? Uymi bu? Uymi? Yo do'stlar, uy qayerdan meni qishlog'imga qayerdan kelib qolishadi? Qishlog'imga deyapman. O'zi qishlog'imda uylar ko'p-ku. Meni uyim ustiga qayerdan kelib qoldi do'stlar? Bu tushunmadim. Bilmadim do'stlar, bilmadim. Nimaga bunaqa? Hammasini hal qilish kerak lekin. Xo'sh, demak do'stlar, men birinchi navbatda anoni qilishim kerak. Tepaga chiqishim kerak do'stlar, tepaga qarab chiqaman. Menda aytgancha, narvon bor edi. Mana do'stlar, narvon bor edi do'stlar. Xo'sh, endi bizga kerak bo'ladi. Bitta blok qo'yamiz, chunki narvonimiz yetmaydi. Xo'sh, mana shunday qo'ysam. Yana bitta blok kerak ustiga chiqishim uchun. Hoppa. Xo'sh do'stlar, endi to'xtalib o'tgan videorolikda do'stlar, anaqa ikkinchi kanalimda anaqa qo'ydim. Nima edi? Izmurudning mashina qo'ydim. Sizlarda o'xshadimi? Albatta kommentariyaga yozib ketinglar. Menda o'xshaydi, lekin sizlarda o'xshamagan bo'lsa, demak sizlar xato qilgan bo'lasizlar. Voy, nima chiqmayapti? Nima chiqmayapti bu yerda? Bu chiqadimi? Chiqadi. Nima chiqmayapti? Chiqdi ana do'stlar. Do'stlar, uy zo'r ekan. Uy zo'r. Zo'r do'stlar uyi. Sandiqlarda hech balasi yo'q. Tushunmadim. Bu qanday tepasida blok bo'lib turib ochilyapti? Do'stlar, bilmadim, bu qandaydir Minecraft adminning uyimi, bilmadim uni. Lekin qayerdan bilaman, chunki bu bilmayman. O'zim ham bilmadim. Dandaldan deb. Do'stlar, короче, bitta like bosib, ikkita like bosib qo'yinglar, okeymi? Okey, davay. Bu yerda ikkita pechka bor ekan, pechkalarda hech narsa yo'q, ikkita versak bor ekan va mana bu yerda almazli narsalar bor ekan. Bular menga o'tadi, chunki bu mening uyim. Mana uyimning tepasida bu. Do'stlar, bitta narsa gapda. Buni hammasini endi boshqatdan yasab chiqish kerak. Yo'q, bu men bir sekund men merdan bir so'rab kelaychi. Do'stlar, men bir yerdan so'rab kelmasam, hozir mer nimadir deb o'radi. Bilasizmi, tushunyapsizlar? Salom qishloqi. Xo'sh, mer. Salom mer. Salom o'rni, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Qarang, mer, men uyimga qandaydir uy paydo bo'lib qopti. Uycha paydo bo'lib qopti. O'shani bilmaysizmi? Yo'q, bilmadim lekin o'zing qurmayapman. Yo'q, men o'zim qurmaganman. Bitta narsada men 13-qishloqqa ketdim-ku. Ha. O'sha 13-qishloqqa ketganimda mana shu qurilib qopti-da. Ormen, nima qilamiz endi? Men buzib tashlayman deyapman. Farqi yo'q, buzur. Buzsam buzur, farqi yo'q. Yo'q, ishni bilmaydi uy kimligini. Bo'pti. Davay qishloqqa, sog' bo'lasan. Xo'sh, demak do'stlar, men aytish bo'yicha uyni buzib tasharganman. Plashimni qaranglar. Yo'q, do'stlar, juda ham zo'r. Xo'sh, bu uyni demak buzib tashashni boshlaymiz. Birinchi navbatda do'stlar, bunday qilsak, okey.
Birinchi navbatda do'stlar tomni olishdan boshlaymiz. Tomni olishdan boshlaymiz do'stlar, chunki tomdan boshlash kerak har doim. Demak, birinchi qaranglar. Tomni ko'tarib turib keyin nima qilmaysizlar, to'g'rimi? Nimada devorni keyin qotirmaysizlar. Birinchi devorni qurib turib, keyin tomni qilasizlar. Bunda ham birinchi tomni buzib turib, keyin devorni qilish kerak. Devorni buzish kerak. O'shaning uchun do'stlar hamma narsani o'zining narsalari bor. Xo'sh, demak do'stlar bo'ldi. Okey. Bu bo'ldi do'stlar, charchalar bo'lyapti уже. Sizlar уже kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar, chunki tezroq biz mingta bo'lib ketishimiz kerak. O'shaning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishinglar esdan chiqmasin do'stlar. Xo'sh, bularni buzib olamiz tez buzamiz do'stlar, tezroq bularni buzishimiz kerak. Xo'sh, okey do'stlar, bo'ldi. Pashti tomini ham buzib bo'ldim. Pashti emas, o'sha buzib bo'ldim. Endi buni devorlarini buzsam bo'ldi. Keyin do'stlar sandiqlarni buzib tashlayman, menga kerak emas sandiqlari. Xo'sh, endi devorlarni o'tamiz. To'xtala. Mana ularni olib ketish kerak. Charchalar anaqa kravatsiz jitillar bor edi. O'shalar bilan nima deyapman? Qarorchi o'shalarga tarqataveraman mana shular. Xo'sh, mana shular hammasini qilamiz. Bu yoq endi. Okey. Demak, hazil do'stlar, tezroq qilishga harakat qilyapman, chunki sizlar zerikib qolmaslik uchun gapiraman, o'tiraman. O'zingizlarda nima gap yaxshimisizlar? O'sha do'stlar mana ko'rib turibsizlar. Maktabim juda ham yaqin. Va endi maktabim yaqin do'stlar, endi nima qilish kerak bilasizlarmi? O'nni maktab yaqinligi sababli do'stlar, endi yana keyingi maktab boshlasa ham do'stlar, albatta videolar chiqadi. Harakat qilaman videolar chiqarishga. Oldin do'stlar juda ham mana shu yoz bo'lsa ham do'stlar umuman video chiqarmadim. Nimaga? Hozir aytib beraman nimaga. Motivatsiya yo'q, tushunyapsizlar? Menda motivatsiya yo'q. O'shaning uchun do'stlar, juda ham zerikib ketganim sababli bunaqa videolar chiqarmadim. Va yana qaytdim do'stlar, albatta. Yana ketib qolmasligim uchun do'stlar, sizlar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Обязательно, chunki menga motivatsiya bo'ladi. Keyingi videolar chiqishga yana yordam beriladi. Bunga tegmaymiz. Do'stlar. Okey. Yaxshi do'stlar. Do'stlar, demak endi nima qilamiz? Do'stlar deyman, qaranglar-da, mana obunachilar desam ham bo'ladimi? Sizlar obuna bosyapsizlar, to'g'rimi? Do'stlar, shuning uchun obunachilar deb qo'yaman. Obunachilar qaranglar. Nima qilamiz? Hozir nima qilamiz? Tak, mana bilan buzamiz-da do'stlar. Menki yana taxt olib kelishim kerak. Taxt olib kelmasam bo'lmaydi. Nimaga do'stlar desanglar, taxta kerak menga. Taxta juda ham kerak. Xo'sh. Demak do'stlar, bo'ldi. Okey. Ay. Bor, yo'qol suvda. Suvg'ani. Oy, yo'qol. Bo'l. Tez bo'l. Bo'larlar do'stlar. Yaxshi do'stlar. Xo'sh, endi do'stlar, mana buni olib tashlaymiz. Mana bu ikkalasini olib tashlaymiz-da do'stlar. Mana bu bilan. What the fuck? Lapatka bilan qilmasdan nima bilan qilardim buni? Aha, tushunmadim. Boy do'stlar, qaranglar, o'rtadan yo'qadi. Xo'sh, bu ikkilarim ancha o'sib qolibdi do'stlar, checham tushyapti. Tezroq bitirishim kerak do'stlar. Bo'pti, videoni tugata qolaman, chunki hozir daraxt chopsam juda ham zerikib ketasizlar. Hammaga xayr, sog' bo'linglar. Sizlar bilan birga Tormen bo'ldi va keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Hammaga xayr.